Shu I like my mom bor ekan, I am like my mom bor ekan. Shularda farqi nimada tushunmayman. Mana shunda ham o'quvchilar rosa ham ko'p adashib ketishar ekan. Like va obuna bo'lsangiz, sizga oson yo'lni o'rgatib ketaman. Mana qarang. Agarda like dan oldin siz to be ni ishlatib ketadigan bo'lsangiz, mana hamma to be lar ketyapti. Am, are, was, were, will be lar bor-ku. O'shanda men onam kabiman degan ma'noni berib ketadi. Mana misol uchun I'm like my mom, we are both hard working. Ya'ni men oyimga o'xshayman, biz ikkalamiz ham mehnatkashmiz degan ma'noni anglatib ketadi. Agarda siz shunchaki subjectdan keyin like qo'yib ketadigan bo'lsangiz, misol uchun I like, he likes, they like gapirib ketadigan bo'lsangiz, ular, u, men bir nimani yoqtiraman degan ma'noni anglatadi. I like my university deydigan bo'lsangiz yoki I like my mom deydigan bo'lsangiz, men onamni yoqtiraman degan ma'noni anglatadi. Eslab qoldingiz-a? Like dan oldin to be keladigan bo'lsa, o'xshayman degan ma'noni anglatadi. Agarda shunchaki like keladigan bo'lsa, yoqtiraman degan ma'nolarni anglatib ketadi. Tushunarli bo'ldimi sizga? Ha, tushunarli. Speaking kurslaringiz haqida ma'lumot bera olasizmi? Shu haqida ham rosa ham ko'p murojaatlar tushdi. O'shaning uchun 6 haftalik speaking kursini e'lon qildim. Hamma ma'lumotlarni shu yerda olishingiz mumkin bo'ladi.